Assalomu alaykum hurmatli bozor olami kanali muxlislari, akalar, ukalar, YouTube ishqibozlari. Bugun haftaning xudo xolasa dushanba kuni, bugun 20-oktyabr 2025-yil. Biz Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Nozirjon hoji akamizning qo'ralariga keldik, xonadonlariga. Bir 100 boshdan oshiqroq qo'ylar bor akalar. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rasiz. Yemini yeb turgan 10 oylikdan 12 oylikgacha bo'lgan baqvat qo'chqonlarga hammasini chiroyli syomka qilib beramiz. Narxlarni ham bo'ladiganini qo'yamiz akalar. Xudo xolasa dastavkasi butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda agar optim 20 ta 30 ta tosh Samarqandgacha bepul yetkazib berilaveradi. Hammasi sog'lom, bir hafta 10 kun borgan kundan garantiyasi bor. Pichimasi, aqtasi, burnoqqa yarasi yo'q. Hammasi sog'lom, eng zo'rlari bo'ladi. Laytni mixlab turasizlar, chiroyli syomka qilib beramiz. Hoji akam yo'lda bo'lsa, Hoji aka. Keling Hoji aka. Zo'rlardan keldi. Siz zo'rnov kelsa aka. O'zingiz ham yaxshimisiz? Rahmat. Nechta dedingiz? 100 nechta dedingiz? 110 dona Hoji aka. 110 bosh. Общий. Hammasi hisori. Hammasi hisori zotdan. Hisori qo'ylar akalar. Tish buzmagan-a bular, Hoji aka? Yo'q, hali ular o'sha yaxshi baqvat. Ko'raylik ichini. Qo'chqorni qarang, maşallah. Baqvatingni qarang, qo'zi ekan. Lekin bashara bola 4 ga o'xshayaptimi akalar? Kommentariy yozib 4 ga o'xshaydimi aka? Bo'yni ham bitta ko'rsatib qo'ying Hoji aka. Qani metr? Mana metr. To'g'ri, o'ngga qo'y. Mana aka, metrda ham bitta ko'ring aka. 83 ekan aka. 80 plus ekan qarang. Ko'tarib o'lchaganmiz, uzunligini ham bitta ko'rsatib qo'ying. Jonivor. Kilosi ham 80 chiqar shekilli o'zingiz Hoji aka? Yo'q, 80 chiqmasa kerak. 75 chiqadi xotirjam ha? Ha, qo'ydi. Mana qarang. O'lcha. Uruqqan naslga akalar, xullas go'shtga ham akalar protsent tarozini turtlatadiganlar mana. 80. 80 plus ekan bu ham 80 aka. Hoji aka nechta bu birinchi? 80 ga olishlar. Bularning soni Hoji aka 30 dona. 30 bosh. Ha. Hammasi sog'lom. Hammasi sog'lom, Nuqsoni yo'q, ha? Tishlari hamma yo'q joyida. Hamma yo'q joyida. Yemini yeb turgan Hoji aka. Usilini yegan ekan yemini, yaxshi qo'chqonlar ekan. Akalar tez-tez aylantiraman degan birodarlarga Hoji bolaga tavsiya qilinadi. 3 oyda, 3,5 100 kunda aylantiraverasiz aka. 1 yilda 3 marta bemalol xotirjam, qiynalmasdan aylantirib olsangiz bo'ladi. Xuddi mana shunaqa variantini olib. Qancha deymiz buni, Hoji aka? Bo'ladigani. Hoji aka, unaqa. Qo'lga tegishi qancha? Bozorlar ham, misol boshqalarda ham chiqarishyapti, ko'ryapsiz, 5 million tepasida chiqarishyapti bunaqa qo'ydi. To'g'ri. Men 5 milliondan beraman Hoji aka. 5 tana? 5 milliondan bir joyga olsa. Bir joyga. Xudo xolasa baraka topishadi. 5 million so'mdan ekan akalar, nima deysizlar? Xullas akalar 30 tani bir joyga olganga 5 milliondan. Bo'lishimi Hoji aka yo jinday o'tadigan joyi bormi aka? Jinday o'tib beraman. Hoji aka, uruqqa tarbiyalasa ham вообще bor ekanchilar aka, bir 10 ta indamasdan chiqadi zo'ridan. Вообще zo'rlaridan chiqadi, qarang. Ikkalasini qarang. Toza simjun. 70 kilo oshiqlar aka, mana shular. Mana. Ha. Sifatli qarang. Toza simjun. Bunaqalarni tanlab olsa Hoji aka o'zingiz bilasiz bu narxi yo'q mana shular. Yo'q, qo'zi. Apkecha metrda ham qo'zi ekan mana shu, qarang aka. qo'zi. Ikkalasi kommentariy basharasi, kallasi 4 ga o'xshaydimi? Ha. Mana aka. 85 plus deyapti aka, 85 plus. Katta ekanda qo'ylar haqiqatan ham. Uzunligi ham. Yirik narsalar akalar. Endi pastrog'i ham bor ichida, to'g'ri. Haligi ikkita hammasi bir xil narsa. Ikkita kattasini ushab ko'rsatish deyishadigan bo'lsa, pastini ham ushab ko'rsating, pastidan ham aka 3-4 sm aqabaqa bo'ladi akalar. 3 sm bo'ladi. Hammasi bir xil degan. Qilib qo'yganmizda qarang. Hoji aka standartda narsada. 30 ta ko'z chamalabga bir xil. Shunda ko'zi bilan ko'rgan odam bir xil qo'ylar ekan deydi-da buni. Bitta ola bor ekan, ichida 2 tami, 3 ta sarig'i bor ekan. 5 milliondan qancha? Bu 5 ta pasti bo'lamiz icha-picha yo'l bor. 50 mingdan o'tib beray Hoji aka. Qo'ylar lekin 9 dan qo'ya qoling, 5 sindirib qo'yaylik. 4 million 900 ming so'mdan bir joyga Samarqandgacha bering. Go'shog'iga ham to'g'ri keladi, olgan odam maza qilsin aka. 50 ta keladi. Bo'ldi, bir joyda olishsa 4 million 900 dan beraman. Obunachilaringizga laykni bosib, kommentarni Gumbilat otangga rahmat deb qo'ysin. Bundan keyingi paytda undan ham yengilroq chiqadi. Baraka, barakasini bersin aka. 4 million 900 dan bir joyga bo'lsa, tanlab olishga umuman akalar qo'ylar baqvat ama, yemini yeb turgan, eng asosiy sog'lom. Mana eng kichkinasi mana shu. Hoji aka, mana sariq. O'sha shuni. Mana. O'lchaylik, mana sariqni o'lchang. Sariqni o'lchang. O'lchab qo'yinglar, hammasi bir xil emas endi bular. Mana aka 78, 79, 80 ga bormaydi eng kichkinasi. Lekin bundan bo'lsa 2 ta, 3 ta bor ekan. Qolgan 80 bo'ladi ekan. Bitta 2 ta bor. Ha? Qolgan 80 dan baland. 80 ga olishsin Hoji aka. 80 ga u metr unaqa razmer hech narsani o'ziga alik qilmaydi. To'g'ri. Qo'ylar asosiysi sog'lom. Qo'ydi qarang. Sinovdan o'tgan. Biz bilinib turibdi qo'ylar hammasi. Ukollari hamma yo'q bo'lgan, xudo xolasa. Vaksina nimalari ya? Ha.
Xullas akalar addush tavsiya qilaman. 30 tasini olganga Samarqandgacha 4 million 900 ming so'mdan mixlab olsangiz bo'laveradi. 3 oy boqiy aka 100 kunda aka tayyor liboy qassobga bersangiz tarozini tutullataveradi xudo xolasa. Yurib. Ikkinchi partiyamiz. Ikkinchi partiya hammasi qo'chqor soni 40 ta. Bular ham yemini yeb turgan akalar, chiroyli narsalar. Bular ham o'sha 3-4 oyda yetiladi akalar. 3-4 oyda yetiltirib olsangiz bo'ladi. Urug'boqlarni olib qo'ysangiz bo'ladi. Kuchi ham zo'r. Hoji aka, mana shularni yaxshi tarbiya qilsa bor-ku, yaxshi bo'ladi bu qo'ylar. Ilikda qarang, buni sonini qarang-da aka. Kastaklarni ham ko'rsatib, qo'l sig'maydi. Shuni aytaman. Ishi baquvvat ekan. Arqa qo'lni qo'yavering endi aka. Mana qarang aka, uzunligini. Dumbalari ham kelishgan. Qo'ylar akalar zo'r nima qilgan, yeb turgan qo'ylar ekan. Nastreni ham zo'r qo'ylarda. Badani ham bemalol ehsonni o'ynatib o'tkazadi xolos. Mana bu qarang, o'zi kelyapti. Ochgani bor. Yaltiroqligini qarang bularda. Hoji aka, qo'ylar bor-ku, udorlar keldi. Mana shuni olishsin, yaxshi baraka topishadi. Xudo xolasa aka, o'ta sergo'sh qo'ylar bo'ladi mana shular. Go'sht prosentini yoradi. 40 ta soni, ha? 40 ta. Bularni ham o'lchaveraylikmi hoji aka? O'lchang, katta kichkina qilingchi. Mana, apga bitta kichkinasini o'lchab. Kichkinasini birinchi o'lchaylik. Mana aka, 76, 77 ga yaqin ekan. Shunaqa. Olib keling kattasini. Qo'yish turmayapti, yotib olyapti. Mana shunday bo'ldi. 80 plus ekan aka. 75 dan 80 gacha ekan hoji aka. Bo'ldi. 75 dan 80 gacha yana kelib ko'rib oladi. Biz aka kelib ko'rib olishsin, maza qilib olishadi. Tepasiga ham kelib ko'rish kerak-ku baribir. To'g'ri. Kelib Endi uzoqda birodarlarimiz bo'lsa, realni o'lchab ko'rsatib beraveramiz. Tashlab berilaveradi, ha? Mana qarang. Junini qarang, buni simjulligini. So'rab qolibdilar, ha? Hoji aka qancha bu? Hoji aka, Bir joyga qanchaga mixlab qo'yamiz? Otajon to's. Xo'p, bularni bor hoji aka. Eldan arzonroq qo'yaver-ya. Arzon sotadigan narxingizni qo'yib, tez sotib o'tdim, ko'p ekan qo'y. 4 million 700-800 ming, men 600 dan bir joyga olishsin. Yashang. 4 million 600 ming. Bir joyga olishsin, ha. Bir joyga 4 million 600 to'ppa to'g'ri qo'ygan men lahta qilmasdan shuni hoji aka. Hoji aka, eng kichkinasini bozorda 4,5 ga olishadi shuni. Eng kichkini narxida bering, maza qilsin, eslab qolsin sizdan hoji aka. Eng kichkinasini. Biz har doim aka siz chiqarib bir marta aslatga qo'yib, ikki martalab chiqarmadingiz-ku. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Bo'lishini qo'ying. Shu 1 soat, 1,5 soatda qo'yib tugayapti qo'yib berganingiz. O'shada 4,5 dan qoplaydimi aka? Bering. 50 o'tay. 50 yarashmaydi aka. O'zi 50 bo'lsa turib. Bo'ldi, barakasini bersin. Alloh barakasini bersin. Mana akalar. 4 million 500 ming so'mdan 40 ta aka, rangini qarang. Qo'ylar o'ta sog'lom ekan. Yetilgan. Ko'p akalar 80 buning ichida. 75 dan 80 gacha beraveraylik. Xudo xolasa bitta ikkita kichkinasini o'lchadik-da, 75. U ham 75 plus tushyapti misol. 75 plus tushyapti, to'g'ri. Eng asosiy eligi baquvvat yo'g'on qo'ylar. Kallasini qarang, hamma yo'q toza narsalar, vobshe. Tanlab olsa qancha farq qiladi hoji aka? Tanlab olsalar kelishamizda holatga qarab, juda katta ham tanlab olsa unga qarab kelishamiz. Endi kimdir 4 ta oladi, kimdir 10 ta oladi. Kimdir 4 ta oladi, kimdir 3 ta oladi, har xil-ku. Yo'lda qilib beriladi. Ha, yo'lda qilib beradi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Laytni mixlab qo'yamiz aka. 4,5 milliondan bo'lsa aka ketdi. Kinezdan ham keldi, qarang. Qo'ylarda oyog'i yengil ekandek. Qarash bo'ladi mana shu. Mana hoji aka, buni qarang. Qana qo'ydi, baquvvatligini. Yo'q. Boqqanga olganga rahmat. Keyingi qo'chqorlarimiz soni 17 ta ekan akalar. Semiz ekan bular ham yemini yeb turgan. Semiz qo'chqorlar. Hammasi sog'lom, hoji aka bular. Sog'lom hammasi. O'zi kallasini ko'rsasangiz, opshi. Mana kallalar qarang, mana chiqdi. Hammasi sog'lom narsa. Burnida yarasi bor, nimasi bor emas akalar. Hammasi sog'lom, zo'rlar ana. Qarang. Qancha beramiz hoji aka bularda? 17 ekan, bir kishiniki ekan-da, ha? Ha, bir kishiniki, bitta obunachinizniki. Bulardan kechib beraman hoji aka. Bering. Ha. Ichida dim bilan qarang. Endi sal kichikroqlari ham bor akalar, mana bitta ikkita. Bor ichida bor. Hammasi bir xilda emas, ozgina. Lekin shunday obsh ekranda ko'rsatdi, bir xilda standart turibdi-da. Qancha qilib berasiz? Qani? 4 million 200 dan qilib beraman hoji aka buni. 42 dan, ha? Samarqandgacha borib berasiz. Samarqandgacha boradi, dastlabki. Bo'lishimi yo opsumida o'tib berasiz? Bo'lish. Opsumadan mayli ozmas o'tib beraman. Bor aka, kelaveradi. Xudo xolasa, unaqa akalar oldi qochdi, savdo qilingan yo'q. Sizni ham uyaltirmaydi bu. Xudo xolasa akalar.
Hali 4,5 million deb siz 100 ming o'ting, men 100 ming o'tay. O'tasizmi? Kelsa yana 100 ming o'tib beraman deydi. Uni men 500 mingdan o'tib beraman, xalqqa bo'lsin, falon piston unaqansan kerak yo'q. Bo'ladigan to'g'ri kelgan odam olaversin mana. To'g'rimi? Barakasini bersin. Bozorga ham boy shunaqa qo'yga solishtirib ko'ring. Solishtirib ko'rishadi, arzoni bo'lsa olishsin mana. 4 million 200 ming so'mdan Samarqandgacha dastavkasini yetib boradi. Endi tanlab olsangiz kelishasiz, kichinasini olsangiz o'tib berasiz. Kichinasini to'g'rimi? Kichinasini olsalar o'tib beraman. Kattasini terib olsa, chicha qo'shib berasiz. Mana kichinasi endi mana bo'ladi-da mana. Mana aka. Qancha berasiz mana shunaqa chiqarib olsa? Mana shunaqa qanchadan berasiz? Ha, buni chiqargan narximdan 200 ming o'tib beraman. 4dan, ha? Ha. 4dan berishak aka. To'pponcha. Bunaqa ekan, mana ehsonga yaraydi. Badan o'ta qattiq ekan badan. Yaxshi beradi. O chotlan orasi ham to'g'ri ketdi o'shani. Hozir ham yengil ehsonga yaraydi chiqib chiqar. Gap yo'q, tavsiya qilaman akalar. Kelaverasiz. Xudo xolasa arzon, atrofdan arzon akalar. Sotgan olib kelingan ozgina foydasi bo'lsa ketar aka bular. Hoji aka yana xudo xolasa bir 400 ta qo'yimiz qarab turibdi. Xudo xolasa yengilroq o'shanga qo'yyapmiz. Yengilga. Ha, olib kelishimiz kerak, sotishimiz kerak. Xudo xolasa. Xudo xolasa barakasini bersin. Kelaverasizlar. Keyingi partiyamiz 10 ta akalar. Bu ham bir kishiniki. 10 ta olaman deganlar bo'lsa, mana bitta partiya qilib xillab qo'yishibdi. Bitta sariq 9 ta kashtani bor ekan. Bularni ham akalar 100 kunda 4 oyda yetiltirsangiz bo'ladi. Uzoqroq boqsangiz yana ham kattalashib ketaveradi bular. Zo'r ekan lekin akalar. Haqiqiy, nima deydi, go'sht yo'nalishida. Uruqqa emas, go'shtga zo'r aytadi. Hoji aka qancha bular narxi? Bular narxini bomboqlar ham hoji aka. Qo'ylaringiz vaqti xo'ra ekan ama, ha? Bular zo'r yepishlari hamma joyida. O yeyishini qarang, o'ta xo'ra ekan qo'ylar. Bo'ladiganini aytayman. Ichdan tarbiyalashsa, uruqqa ham chiqsa, olib chiqsa bo'ladi. Qara, hoji aka. Mana shularni yaxshi boqsa, lekin uruqqa yaraydigan qo'chqar bo'ladi-da bular. Xudo xolasa, endi hozir yaramaydi. Kelajakda katta kelajakda xudo xolasa yaxshi niyatda olishsa. Qancha qilib berasiz buni bir joyga? Aka, qara. O'zi tushaveradi juni mana shularni. Endi ular unaqa emas. Bularni bor-ku. Narxini bomboq beraman. 4 milliondan beraman hoji aka. Bir joyga? Bir joyga 4 milliondan. 4 million 200 boshqa emas. Qayergacha yetib boradi? Samarqandgacha dastavkasini qilib beraman. O'sha narxning ichida-ya? Mana shu narxning ichida. 40 million sanashadi, bu shopirga ortiqcha yo'kiraga boshqaga xarajat qilishmaydi. Endi 40 million beradi, qo'y tushirib beradi, ha? Qo'y tushirib berib, qorolarga ham berishadi. Ana akalar, zo'r narx. 4 million so'mdan 40 millionga Samarqand viloyatigacha dastavkasini yetib boradi. Soni 10 ta ekan. Sog'lom. Burnida yarasi bor, yo'tal, manqa, yo'tal, yara chaqa, qo'tir, boshqa narsasi yo'q, xudo xolasa. Sog'lom, ha? Sog'lom. Yemini beradi, boqadi, bo'ldi. Gap yo'q. Oling mana, tayyor. Shiralanib qo'yganda akalar 3 oy, 4 oy uzog'i bir 100 kun, 120 kunda tayyor bo'ladi, xudo xolasa. Oldik shira ehsonga bermay yuraveradi. Akalar mana shu qo'ydi. Olib qo'ysangiz, xudo xolasa kerak rahmat dedi. Biz hammasi ham narx. Ular bitta oila bo'lib qoldi, hoji aka. Bu 3 ta sog'liq dedingiz, ha? 3 ta kelinki yo'q, ha. 3 ta sog'liq, 3 ta qo'chqor ekan aka. 3 ta sog'liqdan ko'k kraskaliklar, belida ko'k kraskasi bori, sog'liq. Nagilar qo'chqor ekan akalar, lekin hoji aka sog'liq narxida berasa qo'chqorlarni ham. Bo'ldi, yengilroq qilib beraman. 4 milliondan pastda qilib beraman, hoji aka. Ularni-ya? Ha. Sog'liqlari ham akalar dumbalari kelishgan. 4 milliondan pastda qilib beraman bularni. Xudo xolasa, o'tgan safar ham o'sha qo'ydek 1 soat, 1,5 soatda qo'ygan qo'yimiz sotib bo'lindi. Xudo xolasa, bu safar ham yaxshi niyatda yengilroq qo'yyapmiz shuncha. Xudo xolasa. Sog'liqlarda akalar 5-6 yil maza qilib bolasini olib berasiz ularni. Bahorga qochib qoladi. Hoji aka qancha qilib berasiz? Bo'ladiganini, taqalganini ayting aka uni. Bitta siz ayting, nech puldan qilib bering? Mana obunachilaringizga o'zingiz xolis, obunachiniz tomon bo'lib aytavering. Nech puldan qilib bering, hoji aka? Endi bularni endi hozir arzon aytib qo'ysam siz o'zingiz. Mayli, arzon aytsangiz ham qimmat aytib qo'ysam, mana shuncha qo'ylar chiqardi-ku. Yo'lida qilib beraman deb o'zim niyat qildim. Mana shu 3 ta qo'chqor, 3 ta urg'ochini olgan odamga. Sog'liqlar 3,5 dan berasizmi? Sog'liqlarni 3,5 dan beraveraman. Qo'chqorlar ham shuni ichida ketaveradi, hoji aka. Berasizmi qo'chqorni ham? Bir joyda olishsa beraman. Qo'chqor sog'liq 3,5 milliondan qarang. Mana qo'chqor mana, shular qo'chqor mana. Bu sotilib bo'lgandan keyin birinchi telefon qilgan odam oladi-da buni. Qanday? Sotilib bo'lgandan keyin aldab qo'ylar, boshqa bo'lmasa, bu 6 ta qo'ydi, 1 kishi olgandan keyin 1 kishiga sotiladi-da, uni 2 kishiga sotilmaydi. To'g'ri, shunaqa bo'ladi aka. Haligi bu videomizni 5 soatdan keyin yoki 6 soatdan ko'rish. Bir haftadan keyin ko'rishi mumkin, bir xilda 2 soatdan keyin ko'rishi mumkin. Yolg'on chiqarsan deydimi? Ha, birinchi telefon qilgan odamga tas sotamiz. Hammasini ham. Hammasini.
3,5 milliondan 3 ta sog'liq, 3 ta qo'chqor dastlabkasi bilan qayergacha boradi? Samarqandgacha yetib boraveradi. Samarqandgacha yetib boradi ekan mana. Sog'lom, ma yeb ichi yaxshi, ha? Yeb ichishi o'ta udor. Yeb ichi zo'r ekan. G'o'zapayani qirqib bersa ham yeydi mana shular. Shuni dirabrikadan chiqarib berishsan yeydi. 3 million 500 ming so'mdan aka oling aka mana shu qo'ydi. Keyin rahmat aytasiz. Ishonasizmi? Hech hoji akamga butunini birga kelin deb qo'lasam aytib qo'yay. Xudo xohlasa zo'r bo'ladi. Haqiqatan arziydi aka. Sog'liqlar ham 36 qo'yilyapti. Pachag'i juni o'sgani ham 36 qo'yilyapti. Simjun bular hammasi mana qarang o'zi anaqa emas. Sog'liqlar zo'r ekan, sog'liqlar, kalalari ham chiroyli ekan. Qulog'ini qarang mana bularni. Haqiqatan ham zo'r ekan. Addi shu yurakdan tavsiya qilaman, oling. Rahmat aytasizki, mayli hozir rahmat aytmay qo'ying, keyin aytasiz aka. O'ta zo'r foyda qilasiz. Shu bo'ldi, qolmadi hoji aka. Bo'ldi oxir partiya. Yana xudo xohlasa 1-2 kunda yana keladi, kelaverasizlar. Qo'y uzilmaydi. Xudo xohlasa pasiyanni bo'ladi qo'y. Kelishaveradi. To'xtamaydi, ha? Kelaveradi. Yo'lda qilib beriladi. Sog' bo'linglar akalar. Ketkizib vaqtingizga rozi bo'lasiz ko'rishguncha.